Birinchi qo'l egalaridan navbatdagi Cobalt avtomobilimiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiya avtomat korobka. Birinchi qo'lligini isboti mana hisob ma'lumotnoma 14-mart 2020-yil. Bosib o'tgan masofasi probegi 81 000 km. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlariga ham qarab akkuratli haydalgan, motor ходовой korobkada hech qanaqa muammosi, rasxodlari yo'q. 4 ta baloni absolyutni yangi holatda, zapaska baloni ham hali tushmagan. Mashinamizning 4 ta eshigi va tom qismi shuma izolyatsiyalar qilingan. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratli salon, qirilib ketmagan, chexol bo'ligi bor. O'zining shtatli magnitofonida video registrator bor. Olgan odam o'zi uchun bitta ximchiski qo'rsa, salonni chiroyli bo'lib qoladi mashina. Kuzovidagi aybiga keladigan bo'lsak, orqa chap taraf kolyankasi bir qarish pitno qilib sepilgan, qolgan joylar 100% toza, bemalol любой ustiliga tekshirtirib olishingiz mumkin. Oldi faralariga lupalar o'rnatilgan, yoritish yaxshi bo'lishi uchun. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $10,200. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.